Ko'klarimiz yaxshimisizlar, tuzingizlar. Bu qafasdagilarimiz sotilgan, bularga e'tibor bermaymiz. Xo'p, aka-ukalarimiz bu nima demoqchimiz? Mana shu yerda katta boqib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana shu hozirgi mana yozga kirib boryapmiz. Kaptarlardagi aynan juvonalarda bo'la turgan mana bunaqa quni ushib olishlar, inotidan vaqt ajratish, kalla qimlashlari. Shularni oldini olish maqsadida aytmoqchi bo'lgan narsalar. Aka-ukalarimiz, mana qaranglar aka. Ukalar, mana shu qaranglar kasal bo'lsa ham mana shuncha sog'lom kaptarcha qo'shiveraman. Sababi bir-biriga yuqmaydi kaptar. Kaptarlar yuqmaydi. Qaranglar, bu boshqacha kasali. Mana bu boshqacha kasal mana. Qunishyapti, ovqat yegan, suvni ichgan. Va buni qonni o'rgan mana. Endi shunaqangi hol bu o'zim kaptarlarim emas, shuning uchun o'zim kaptarlarimda ko'z og'riqlar yo'q, boshqa yo'q. Endi suvni ishini ko'ringlar mana, ichida qizil bu quyoshga reaksiya beraveradi bu. Endi nimasiga e'tibor bermaysizlar, tozaligi zo'r, вообще chotki tozaligi. Muhimi ichi toza bo'lsa bo'ldi akalar. Xo'p, kaptar ko'p, kelib ketadigan ko'p kaptarlar. E'tibor bermaymiz. Xullas ichidagi suvga ultraseptol degan dorimiz bor, qizil. Agar yo'q bo'lsa, branseptol degan dori bor. 3 litr suvga bitta qo'shiladi. 3 litr suvga bitta qo'shiladi. Keyin aka-ukalarimiz mana shu kaptarlarda mabodo o'zlarida onlaynda pul bo'lmasa, ko'pchilikda har xil holat bo'ladi, vaziyat holati. To'qqa tayyorlangan aralashmadan olib bermaylar. Kaptarlar sekin-sekin qurib borish jarayonida o'ladi oxiri borib. Yo kasallikka uchrab bo'ladi yoki o'zi shundan ham o'lib qolaveradi. Uyda turgan joyda o'lib qoladi. Tovuqlar uchun tayyorlangan maxsus donlarni bermaylar kaptarga. Kaptarlarga imkon boricha toza don beringlar, aralashma bermanglar unaqasidan. Aynan tovuqqa tayyorlangan aralashma bermanglar. Kaptar uchun aralashma bo'lsa, olib beringlar. Ichida yormasi greta 0.5% bo'lsa bo'laveradi. Yoki 1% bo'lsa, 5% bo'lsa bo'laveradi. 50-50 yorma makka bo'lsa bo'lmaydi. 50-50 bo'lsa yorma makka bo'lmaydi. Xo'p, anaqangisi bor. Juvori ko'p bo'lsa bo'laveradi, ishtimay qilmaydi juvori. Quritmaydi kaptar. Qana borot 3 qurqiladi uni. Xo'p. Yana nimamiz bu? Oqshoqda 50-50 qo'shilgani bo'lmaydi aralashmaga. Kaptar uchun 10 kiloga 2 kilo yoki 3 kilo. 10 kilosiga raza bo'lsa 3 kilo, bo'lmasa 1 kilo yetadi. 10 kiloga 1 kilo 2 kilo yetadi. Ko'p qo'shmaylar oqshoqda ham. 50-50 qo'shilgan don tarkibidagi nima to'g'ri kelmaydi aka-ukalarimiz. Kimdadir moslashib o'tgandir, kimnidir kaptari moslashmagandir. Shunga ham e'tibor beringlar aka-ukalar. Mana endi juvonachilarga keladigan bo'lsa, o'zimizda mana juvonalar bor. Mana akalar qo'lni yuvgan va kasal kaptarni ham ushlayveraman. Sizlarda bitta tushunchani ko'ringlarki, aka-ukalar, mana bu 3 ta kaptar bitta tuxumni bosyapti mana. Bu yuqmaydi, bir-biriga yuqmaydi. Ko'z og'riq kaptarni ushlab turib, ikkinchi kaptar ushlamasalaring, boshqa kaptarning kasalligi o'tmaydi. Ko'z og'riq yuqumli ammo. Bunga ehtiyot bo'lasizlar. Aynan ko'z og'riq bo'lgan bo'lsa. Kaptarlar mana sog'lom, bexijolat mana turibdi. Cho'mchasiga e'tibor bermaysizlar. Kaptarlar yaxshi. Mana inotalari ham yaxshi, ammo solishib turasa bu bechara. Momotalar chiqib ketdi bunlarni. Xullas, ana shu narsalarga e'tibor beramiz. Bu zog'imiz tuxum qo'ygan, bu ham sotilgan. Tuxum ham rivojlanib qolsa berib yuboramiz. Xo'p, mana bu yerda ham juvonalar bor ekan akalar. Mana kaptarlar unisini ushlab, bunisini ushlayveramiz. Faqat ko'z og'riq bo'lmasa bo'ldi. Qolgani o'tavermaydi kaptarga. Bu oddiy suv ichib turganda ham o'tmaydi, boshqada ham. Yitirgan doni yaxshi bo'lish kerak. Keyin mana bunaqangi iloji boricha don yitirganda tozalab yeb bo'lgandan keyin mana yerda don qolmagandan keyin don berishni boshlaydi. Dabavka qilib ustma-ustun beraversalaring, mana oxirida ham qolmagan. Bu uvoq qo'radi. Keyin kallasi qishib o'tib qoladi, boshqa bo'ladi. Mana aka-ukalarimiz, bunga ukolan qilganimiz yo'q. Buni chaqmoq taklaga. Xo'p. Bundan oldin bunisini ko'rsatmoqchiman mana.
Yulug'icha kallasi qishib kelgan mana shu ko'kchasi. Mana ahvoli. O'kil urilgan yo'q. Sog'lom bexijolat yuribdi mana. Mana. Bu taklarning kallasi ketgan. Bugun buni olib keldim mana 5000 so'mga. Kalla ketib qolgan mana. Likillab qolgan mana. Katta ucholmaydi, o'zini nazorat qila olmaydi katta. Kalla ketib qoldi bunda. Men qo'shib o'raveraman ko'klar mana, yo'qmaydi. 6-sinfdan beri katta sotaman, katta olaman men. Shuning ichida 6-sinfdan bag'agacha katta kasalliklari boshqasi. Ko'p narsasini hozir ancha mana kalla buralib ham ketyapti. Bir-biriga yo'qmaydi. Shunga e'tibor beramiz. Suvda agar mabodo dori topolmasalar, dori ultraseptol dori bo'lmasa, bronseptol bor. Bronseptol agar u ham bo'lmasa, pul bo'lmasa, oddiy piyoz bilan ko'proq piyozdan to'g'rab turib berib turinglar suvga. Bu organizmda ichkarida mikroelementlarni to'g'irlab turadi, balansirovkasini to'g'irlab turadi. Shunga e'tibor beramiz aka-ukalar. Ko'zoriq bo'lib qolsa, mabodo juvonalar ko'zoriq issiqlikdan bo'ladi. Keyin tagida mana bunaqangi hozir ko'rsataman sizlarga aka-ukalarimiz. Mana buna go'ng bo'ladi. Go'ngini tagida kana bo'ladi, qora kanasi. Ana shunaqangi hozir menikida yo'q, chunki dorilab qo'yganman buni. Qora go'ng bo'ladi. Mana shu go'ngning ichida qora kanalari bo'ladi. Mayda-mayda chiqib, kechqurun 1:30-2:00 ga yaqin chiqib, chaqib ketadi. Ana shunda ehtiyot bo'lasizlar. Shu dorilab qo'ysalaring, imkon boricha yengil-yengil dorilaysizlar. Birdaniga dorilamaysizlar. Tanasini bunday olsalaring mana. Ayağın teyini ko'rsalaring, mana shu oyoq teyi toza hozir, chaqqan yo'q mana. Yo tanasida yo oyog'ini chaqqan bo'ladi. Ana shunga e'tibor bersalar, hamma zo'r ketaveradi, yaxshi yuraveradi kattalar. Bu juvonachalar uchovi ham sotilgan aka-ukalarimiz. 100 ming so'mdan shu holatiga sotilgan. Juda katta bo'lsa donga tushsa berib yuboraman. Sotilgan bular. Hop. Ikkitasi taklarning bolalari. Ikkitasi taklarning bolalari o'yinchilardan. Uni pastdagisi uni zodi bolasi. Bu tuxumi ham sotilgan. Endi iloji yo'q bosyapti hozir. Bez qolmasligi uchun shu 10 kun, 15 kun kuzib turib sotamiz. Buni berib yuboramiz to'g'rirog'i. Pulni oldik. Hop, mana bu yerda o'sha gulbodomimiz bor. 1,5 million qilishdi buni. 1,200 ga bermodim. Ko'p so'raverdi. Agar xafa bo'lmanglar. To'rtta tuxum olib ketibdi yerda. Hop. Bu kaptarda sotilmaydi degani bu o'zimiz boqa turgan narsani sotavermaymiz biz. Buni bolalarni sotamiz. U hozir ichidagi tuxumimiz ikkitasi eski. Uni ikkitasi yangi kapta qo'yib qo'yibdi. Ana shu tuxumlari ham sotilgan. Ikkita eskisi bor. Hozir 5 kunlik ransa bilan ketyapti. Ular yangi. Mana shular ham sotilgan. Mana ikkitasi yangiligini olib tashlaymiz uni. Kerak emas bizga degan tuxum. Shuning uchun aka-ukalarimiz yaxshi narsa boqinglar, zo'r bo'lsin. Kattalarni udarini boqib, yaxshi kattalar sotaveringlar. Odam uchirganda maza qilsin. Muhimi yaxshi kunlarda mazmunli o'tkazgani umrni ana shu narsa ham ancha yordam beradi. Buni pul uchun boqib turganlar bo'lsa yoki bir zavq uchun boqib turganlar bor. Yoki bo'lmasam go'sht uchun boqib turganlar bor. Nima uchun boqishdan qat'iy nazar, muhimi sog'lig'iga e'tibor beringlar. O'zlaring kasal bo'lmayapsizlar, kaptardan kasal qilmanglar. Harakat qilinglar. Kasal bo'lgandan keyin bozorga olib chiqib sotmanglar uni. Yo kallasini uzinglar, yo davosini qilinglar. Yaxshi kaptar bo'lsa, qimmat bo'lsa. Men 2,5 million o'sha kaptar olib boshida don daqasidan ketib qoldi. Juda rasvo bo'ldi. Shuning uchun donni mana akalar, mana shu qunishib turganlarni munosi qonni o'rayapti mana. Mana shu qunishib turgan qonni o'rayapti. Bu qorni o'riqqa mana bu yerda lapiramid degan dori bor. Hozir ko'rsataman akalar. Shu bo'lsa hozir qo'qimiga mana akalar. Mana bu yerda lapiramid degan dorimiz bu. Mana qorni o'riqqa beriladi bu. Ikkitadan berasizlar. Juvonalarga ikkitadan, kattalarga 3ta bersalaring ham bo'laveradi. Juvonachalarga ikkitadan bersalar yetadi. Ko'p bermaysizlar.
O'sha bir kunda 2 mahal bersalar ham bo'ladi. Qorni og'riq to'xtaydi. Mana shunga e'tibor beramiz. Ammo qorni och qolmadi kattalar sovuqda. Jonlar omon bo'lsin, nima xizmat bo'lsa aytaverasizlar. Kalla qimirlash, likkillash, qanaqa davolash usullari bo'lsa aytamiz, qo'llarimizdan kelgancha yordam beramiz. Faqat davolab bermaymiz. To'g'ri tushunasizlar, o'zim vaqtim yo'q. Yordam beraveramiz. Nima ish qilish kerak bo'lsa aytamiz. Lichkaga yozaverasizlar Telegramdan. Sog' bo'linglar akalar. Kattalarning kasal bo'lmasin hech qachon. Omadlaring bersin hammani.